Assalomu alaykum. Ushbu darsni o'rganib boshlagan barcha tinglovchilarga geodeziya va kartografiyaga oid kursimizni dasturni o'rnatishdan boshlamoqchimiz. Shuning uchun birinchi navbatda dasturni o'rnatish bo'yicha qisqa qo'llanmani ko'rsatib o'taman. Dastavval Telegram kanalimizga yuklangan ArcGIS desktopning 18 versiyasini o'rnatishdan boshlanadi. Mana o'rnatuvchi fayl taxminan 1 gigabayt hajmga ega bo'lgan fayl. Bu ochiladi va ortiqcha tugmalarsiz davom etish, ya'ni next tugmasi bosiladi. Agar bu kabi oyna chiqadigan bo'lsa, biz bu yerda pastda belgi qo'ygan holda yes override it ni bosishimiz kerak. Bu avval dastur o'rnatilgan bo'lsa, bu ko'rinishdagi yozuv hosil bo'lishi mumkin. Demak, ko'p vaqt o'tmasdan dasturni o'rnatish uchun zaruriy materiallar tayyorlab olinadi. Hozir aynan shu bosqich ketmoqda. Va bu holat yakuniga yetgandan so'ng ahamiyat bering, bu yerda belgi turishi lozim. Bu belgi bo'lmasa o'rnatish to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun belgi qo'yilgan holda close bosiladi. Va bu bosilgandan so'ng aynan shu oyna chiqadi va bu yerda biz tasdiqlashni bosamiz. Next tugmasi bosiladi so'ng. Bu yerda complete qolgani ma'qul tavsiya etiladi. Saqlash manzili ko'rsatiladi. Boshqa ma'lumotlarga bu yerda Esrining qo'llab-quvvatlash dasturi bo'yicha taklif bor. Bu yerda hech narsa tegilmagan holda next ni bosamiz va dastur o'rnatib boshlanadi. Bu taxminan kompyuterning quvvatidan kelib chiqib 15-20 daqiqagacha vaqt olishi mumkin. Qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Bu dastur o'rnatilguncha dasturning 4 ta asosiy ilovasi bor. Bular ArcMap, ArcCatalog, ArcSign va ArcGlobe deb nomlanadi. Va mana ozgina qisqartirdik. Dastur o'rnatib bo'lindi va finish tugmasini bosamiz. Bu oyna chiqadi. Bunga tegmagan holda OK ni bosamiz. Bu holatda ham OK ni bosamiz va avtomatik ravishda oyna yopiladi. Keyingi bosqichda biz dasturni aktivatsiya qilishimiz kerak. Bu albatta litsenziya masalasi bilan bog'liq. Ikkinchi arxiv faylni ochamiz va uning tarkibidagi Avcore DLL formatidagi faylni nusxa olgan holda pusk tugmasi orqali ArcMap ilovasining oynasini topamiz va show in folderni bosamiz va bu yerda yarliq chiqdi. Bu yarligimizda ham yana bir marta chiqonchaning o'ng tomonini bosib show in folderni bosganimizda aynan dasturning papkasini topadi. Va bu yerdan biz aynan shu joyga Avcore DLL formatidagi faylni yuklashimiz kerak. Va yuklangandan keyin chiqib ketamiz hamda dasturni pusk oynasi orqali ochib tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Dasturni ochish jarayonida dastlabki oyna shu holatda chiqadi. Hozircha internetga bog'lanmagan nomli yozuv chiqishi mumkin. Har kuni birinchi marta dastur ochilganda dastlabki oyna biroz sekin ochiladi. Ikkinchi va uchinchi safardan boshlab ArcGIS oynasi tezroq ochilishni boshlaydi. Va mana dasturni ko'rishimiz mumkin. Interface bu yerda yuqori qismida har xil vazifalarni bajarishga mo'ljallangan panel, chap tomonda Table of Contents. Bu haqda keyingi darslarimizda alohida suhbatlashib o'tamiz. Bu yerda ham qo'shimcha ma'lumotlar bor. Bularga alohida to'xtalib o'tmaymiz. Agar nimadir
ma'lumot ishlamay qolsa, buni yoqish bo'yicha alohida instruksiya ko'rsatib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.